kafe, restoran uchun reklama kerakmi? Nima deb o'ylaysiz? Reklama kerak. Reklama davr talabi o'zi. Reklamasi biznes. O'zi ham telefonga o'rgab qo'ydim. Shu. Bloger bilan ishlash qulaymi yoki o'zlaringizmi? Yo'q, bloger bir martalik bo'ladi. O'zimizni mehnatni ko'rsatib, o'zimizni taomni ko'rsatib bergan qulay deb o'ylayman men. Emotsiyasi bilan qanday Ha. pishiradi, qanday u boshqacha. Tayyor narsani reklama qilish boshqacha. Bu boshqa O'zingiz narsa. pishirib o'zingiz nima qilsangiz. Endi bundan keyingi rejalar shu taomlarni, ovqatlarni boshdan pishirilishi, mayli retsepti ham. Nima odamlar Qudrat aytadi-ku, aka deydi, siz buni topsa bozordan topasiz deydi, lekin u yoqdan topolmaysiz deydi. Hali beramiz. Xudo xohlasa. Praya kafesini eng ko'p sotiladigan taom qaysi? Lag'mon, qavurma. Shashlik. Shashlik. Statistika bo'yicha kompyuterga ko'rsatilgan statistika bo'yicha shashlik. Keyin первый ovqat. Keyin второй блюдо. Keyin fast food. Kepsi ham. Kepsi qanotchi. Kepsi qanotchi. Ya hammasi zo'r. Ha. Ko'rsa statistika bo'yicha. Unda hamma ovqatlarimiz yaxshi. Eng ko'p ketadigan choy. Qishni vaqti fasligida yozga suv. Choy. Bunday damlangandan keyin Praga kafeda Qayerdan damladi? Kim damladi? Oo! Yangi o'rning-ku. Agar sizlar taom bilganlaringizda qaysi taom bilarsizlar? Aka javob bering aka. Siz ana borku to'xtangiz o'ta kalbas. Kalbas ovqat emas. Kalbasa, taom, Restorandagi taom qaysini bilgan bilasizlar? Kavkaz shashlik. Kavkaz, shashlik. Baranni. Buyursin. Yo'q, gavajlik bilaringiz yangi chiqibdi, menga qo'ymoqchisiz. Qavurga bitta uzun, xuddi o'shanga o'xshaysiz. Yo'q, falgan ichida ko'p terlayman. Ana. Ya bir-birimizni o'xshataylik. Ajnay savolni. Shundan savolbek bo'ldi. Yo'q, har bittalaringizga dedingiz-da. Bitta qo'yinglar-da, mana bu kishi o'zi chashlik deb chiqarsangiz. Bu kishi. Bumi? Aytishga. Qavurmalagman. Qavurma. Ha, uyg'urcha. Suv bor. Shulagmanda. Yo, men Chuzasiga gapdi. Shirakinligim keldi. Yeb. yedi. Bu mardakchi. Mantiq. Burgermi? Xuddi. Yo, xotdogga ko'p katta. Burger kotleti. Bo'lishi mumkin. Sizlar tayyorlagan ovqatni klient tatib ko'radi-ku. Nimani his qilish kerak? Boshqa joydan qismagan ta'mni his qilish kerak. Boshqa joydan topolmagan, qidirgan, lekin topmagan ta'mni his qilish kerak. Nima deysiz Shavkat aka? Man nima deyman? Man so'zini aytaman. She'ram bir ikkita narsa bor o'zimga qo'yingda aytolmayman. Doğrusu o'zim uchun da olganman. Ulardan ko'p yeyman. Uyga damashni. Masalan, onam pishirgan narsani his qilaman, to'g'risi. Onam pishirgan narsani his qilganim uchun men ko'p o'sha narsalarni yeb beraman. Klientlarimizga ham shu может быть deb o'ylayman. Ha, muhayya. Tam zo'r tam bilish kerak. Baribir bizda tayyorlangan ovqatlar shu joyda tayyorlaydi. Klient xohlasa yoqaverib, eng zo'r tam hammasi me'yoriga pishgan bo'lsa, tam eng zo'r. Topmasligi kerak. Shu tam не повторимый там вкус. Основной. Shunday. И chiroyli podача. Mana shunday deb o'ylayman tam. Общепитni notaraf qaysi biri sizlarga man savol beraman. Sizlarga masalan shu общепитni restoran sistemi ovqat nimasi yoqmaydi? Notarafi. Yeb turib rahmat demay ketish. Yo. U narsa nima qilmaydi. Menga notarafi klientda zakaz berib to
povur tabidilidagiday o'zi xohlaganday taxlaguncha, masalan, povur ham xohlamaydi uni ko'p kuttirishdi. Qit sabrsizligi men uchun. Klientlarni. Xom narsani povur bermaydi. Berishga haqqi yo'q povurni, xom narsani berishga. Lekin shu narsani kutib sabr qilibdi. O'shani povurni ko'ngildagiday pishishini kutmasligi. Ha, shu. Hayır. Даже choy damlagancha 4 minut vaqt o'tib ketadi, to'g'risi. Klientlarimiz ayrim bir insonlar ular qayerdir shoshiladi, inson zoti qayerdir shoshiladi faqat. O'zimiz ham shoshib yuramiz. To'g'risi. Lekin biz tushunamiz. Masalan, sana yo'g'on bo'lsa, restoranga tushunamiz o'sha ovqat qaysi minutga kelishini. Lekin uni oddiy xalq bilmaydi-da. Shu aytamizda aka. Yo'q, tushunaman, bilish uchun aytamiz o'sha narsani. Tushuntirib ham ketamizda. Yo'q, shu masalan shu povur shu darajaga kelish uchun ham mehnat qilganda, u vaqt talab qilgan. O'sha ovqat berish uchun ham. Lekin ayrim klientlar kutmaydi o'sha ovqat o'sha darajaga kelishigacha. Aytaman, povur xohlamaydi u klientni kuttirishni. O'zini hunarini ko'rsatish kerak. Bo'lim javoblar. O'zlarida chiqay. O'zlarining savollariga. Yana ish olib bahodim. Paxta qo'ymaysizlar, men to'g'risini aytavermayman. Daniel, Men paxta qo'yganim yo'q. men paxta yo'q, men masalan ovqat pishirgan paytda o'sha kutish kerak-da. Yo'q, to'g'ri, u ham bor. Menga eng ko'p qanday desam, shu restoran yopilishiga 10 minut qoladi-ku, 15 minut qoladi. Ajib payt kerak uni men. Klient Zakaz chiqib qolsa, zakaz chiqadi 10 minutda. Chunki 10 minut uchun 14 soat ishlaysan, kimdir mangalga ishlaydi, qo'rab pishiradi, kimdir wokga ishlaydi. Allosan 14 soat o'tirasangiz, alovni oldiga keyin endi zagotovkalar hammasini ishga kirgizasiz, nol markrovka hammasi qilinadi. Bu odam uchun zakaz keladi 10 minut qolgan. Lekin restoran yopilishi kerak 10 minutga. U mehmon kamiga 40 minut o'tiradi. U 14 soat uyga bo'lmaysan, na bolalar bor, farzand bor. Ularni borib ko'rish kerak. Uyga borasan, bachang uxlagan bo'ladi, ertalab turib kelasan, bacha ishlagan bo'ladi. Chunki hamma restoran ishlaymiz 14 soat, 15 soat ishlaydi kuniga. Menga eng ko'proq nima qilayotgan tomoni shu bo'ladi. Klient siz pishirgan taomni qattiq tanqid qiladi-ku. Nimadan javob berasiz? Yo'q, seryozni ishlar bilan bevaqt. Ammo Rossiyadan keladi. Klient tanqid qilyapti. Shuna bu yo'q bo'lmasa kutamiz, sabr qilib. Primo udar bu yoqqa beramiz. Bu yerdan yig'ib kelib, keyin primo udarni bizga beradi. Bilaklar. Tamam. Endi bu yoq javob bersin. Javob sizga. Inshaalloh. Oldin vaziyatni borib o'rganamiz. Qani o'sha narsa klient haqmi yo'qmi? Klient haq bo'lgan taqdirda uzrni so'rab, boshqatdan o'sha narsani qaytib tabi dilidagiday qilib berishga harakat qilamiz. Kamchilikni o'shandagina bilamiz. Men to'g'risini aytaman, klient jalba qilmagandan ko'ra qilgani yaxshi. Chunki o'shandagina povur odam kamchiligini biladi. Jalba qilmay qaytib kelmagandan ko'ra jalba qilib, o'sha xatoni aytib, qaytib kelib yana yeb ketgani yaxshi. Ko'pchilik savol beradi-da. Mehmon deylar ekan. Savol beradi ko'pchilik. Nimaga oshpazlar, povurlar pechatki bilan ishlamaydi deydi. Gigiyenaga to'g'ri kelmaydi bu deydi. Sababi nima bu pechatkada ishlamasligi? To'xtab turing, javob bering. Yo'q, sen javob Yo'q, siz javob bering, men sizni kutay. Ana savol kutib o'tirdim-da men. Javob bering. Hurmatsizlik bo'lmasin. Yo'q, aka men tushunaman. Yo'q, tushunmayman o'zi. Shaysizlik kerak. Yo'q. Ha, sen olmay javob beraman, bir şey bersizlar. Yo'q, bu yoqda olmagan. Sen o'zingga. Men o'zim fikrim o'zim. Ayting yana. Siz fikringizni eshitaylik ham birinchi. Masalan, povur razachaga ishlayotgan kiyishi shart. Kim razacha zonasiga o'tirsa. Garajchi u alov bilan ishlaydi, perchatka ham terlaydi, narsa qiladi. Bu produktdan olib, bu produktga uradi, u payt perchatka borib urib ketaveradi. Qo'lni bo'lsa, qo'lni yuvish nima qilish, o'ziga nima bo'ladi, ko'proq borib qo'lni yuvib o'tiradi. Mana shunday bilaman. Agar razachaga o'tirsa, to'lqa, boshqa pozitsiyaga bormasdan,
bu перчатка bilan ishlashi kerak. A горячий, заготовка ular перчатка kiyim ishlasa ham bo'ladi. Men shunday deb hisoblayman. Chunki qo'lni baribir yuvadi. Perchatkani bilan bo'lsangiz qo'lingizni necha marta yuvib ishlaysiz? Aniq qilib aytganda, perchatka siz necha marta qo'lingizni yuvasiz? Shu bitta ishni qilib bo'lganingizcha masalan. Ana shunday deb bilaman. Perchatka bilan ishlamasligining sababi mani fikrim his qilish kerak. Solinadigan tuzni, ziravorlarni, go'shtni, hamma narsani ushlagan paytda Gapir. Nima uchun odam zotni o'zini fikri bo'lmaydimi shu narsa? Mani fikrim bu. Yo'q, shoshmang. U zotda gapirdi. Instagramni oling deb. Lekin odam zotni o'zini fikri yo'qmi? Tabiiy yoz olib. Yozsin aka. Men o'sha narsani aytmoqchiman. O'zim Yo'q, fikrim o'zimizda desam yo'q. podkast yozamizmi yo razbor yozamizmi? Hikoya hammasi ichiga ketadi. Yo'q, aka beri spor ham bo'lish kerak-da ertaga. Hammam fikrim tugatib olay. Yo'q, fikringizni tugating. Beri ana beri suyaling. Qaytib man. Ketdingiz. Motor, narsalar. Shu qolgan joyda. Shu his qilish kerak hamma narsani, tuzini, ta'mini qo'l bilan ham bilsa bo'ladi, masalan, go'shtni pishganini, lekin perchatka bilan bilib bo'lmaydi bu narsani. Perchatka u reklama uchun bo'lishi mumkin. Reklama paytida kiyiladi. Shu to'g'ri qo'yingiz kiymasa kerak o'g'irlarni. Общий restoran. Yo'q, men masalan konditorlar kiyadi, majbur. U Kremlik konditor narsalar bilan ishlaydi konditorlar. Men Instagramdan olmadim bu gapimni. Bu hay Instagramga yo'q aytgan gapi. Perchatka bilan. uyda topgan. Yo'q, perchatka bilan bu gigiyena kuchli bo'ladi. Masalan, nima, mikrob tez oladi perchatka. Men o'zim fikrim. Chunki biz haddan daraja ko'proq qo'limizni yuvamiz. Shuna. Eng ko'p qo'limizni yuvadiganlar bular powerlar deb o'ylayman. Mediklardan keyin, vrachlardan keyin. To'g'risida, vrachlar har sekundiga spirtlab yuvib o'tiradi. Biz spirtlamaymiz-ku. Просто yuvamiz. Prosta yuvamiz. Baribir kimga qanday udobdan shuni ishlaydi. Men qo'lim bilan his qilishim kerak, bilishim kerak. Shuni o'rganganman. Perchatka bilan ishlay olmayman. Mana shu. Agar pasanni razachaga bo'lsa, kiyib ishlasa, lekin undan qolgan pozitsiyalarga perchatka bilan ishlash qiyin, ishlab bo'lmaydi shu. Pichoq chusut qilish kerak, his qilish kerak.